Yavşan ezberleri bana bu yerde! Çok gerek olsunlar gidiyoruz! Yavşan oğluna kaçır koymakla! Olağanı etmeyin la! Özleri bilen körüşkili gilemedim. Leğizlar, iş bolsa devesle. Yuşurup o'ltirishning o'rni yo'q. Mening ishimga kelsak, hammadan o'zlarining xabarlari bor. Kechida uni uchiqtirayotgan bo'lsa, mana bu Aleksa zig'chi oltinni o'zlariga hadya qilay. Hay, yomildikilarni o'zim to'g'rilab olaman. O'tiratdan xotirjam bo'lsa. Taş bitikka ezilgan puhrani bozak qilmoq oson bo'lgani bilan Tangrining jazosini qutulmag'in ta'sigan iborani ko'midi olama. Xalqning mol dunyosini egallab olib, xotinini olqonga elib oldilar. Buni texmini bilmaydi deb atandilar. Mosh 50 sar oltinni beriblar, uning jinini ol deganlari bilan. Jazo ishlari mufattishi surib qolsa, buning o'ddisidan chiqqichiligim yo'q-jimo. Agar buni oz ko'rayotgan bo'lsa, amis yana Aleksar qo'shay. Beyg'ojidar, bunchilik narsa bilan mushk optab chiqmasmikan? Yuqori ostondagi donliq Esilzoda Lutoramning jini aranmosh 100 sar oltin yaramdikan. Agar uning jinin olmoqchi bo'lsalar, ortiq gapni qo'yib, oldimga 500 sar oltin qo'ysalar. Oltin deslar, mana bu. Agar sizlar ishni pokiz tugitalisizlar, bu oltin sizdan aylansin. Xotirjam bo'lsa, Leğizlar. Norozning 15-kuni kelib, jasadni ep ketadilar. Rasmi? Bo'ladi. Ko'p rahmat begim. Marhamat.